Konchilik dunyodagi eng xavfli kasblar reytingining birinchi beshligidan o'rin olgan va bu bejizga emas. Chang, shovqin, yuqori harorat bilan bog'liq og'ir ish sharoiti, xavfsizlik talablarining aniqligi, doimiy e'tibor va jismoniy bardoshlilikni talab qiluvchi bu sohada ayollarning ham faoliyat yuritishi tahsinga loyiq. Ana shunday metin matonat sohibalaridan biri Sanobar Abduvaliyeva Olmaliq kon-metallurgiya kombinatining Angren kon boshqarmasiga qarashli Ko'chbuloq shaxtasida mehnat qilib kelmoqda. Ilk bora 19 yoshida kompressor qurilmalari qarshisida turgan, qalbi orzu va maqsadlarga to'la qahramonimiz 30 yildan buyon sevimli kasb ortidan rizq termoqda. U yer osti koni uchun zarur bo'lgan bosim ostida siqilgan havoni shaxta quvurlariga yetkazib beradi. 1995-yil Ko'chbuloq shaxtasining kompressor qurilmalarining mashinisti bo'lib ishlab kelmoqdaman. Kasbimni juda yaxshi ko'raman. Shu kasbimning orqasidan farzandlarimni o'qitdim. Katta o'g'lim Missis oliygohini bitirdi. Ikkinchi o'g'lim Angren texnikumining 1-kurs talabasi. Qizimni turmushga berganman. Shirindan shakar nevaram bor. Turmush o'rtog'im ham mana shu shaxtada ishchi bo'lib ishlaydi. O'g'illarim ham bizning orqamizdan konchilik sohasini tanlashdi. To'g'ri, ishim oson emas. Birinchi kelganimda ishga qiynalganman, ustozlarimdan o'rganganman. Hozirda shogirdlarimga bu kasbimning sir asrorlarini o'rgatib kelmoqdaman. Nozik jussasi bilan erkaklarga xos vazifani sharaf bilan uddalayotgan Sanobar Abduvaliyeva o'zi uchun qadrdon maskanga aylanib ulgurgan ishxonasi va hamkasblarini ikkinchi oilam deydi. Ayol kishi uchun bu kasbda ishlash oson emas. Tungi smenalarda ishlaymiz. Shu qiyinchiliklarimga qaramay, oilam qo'llab-quvvatlagani uchun, xo'jayinim qo'llab-quvvatlagani uchun mana shu unvonlarga erishdim. Hammalardan minnatdorman. Men baxtli ayolman. Kasbimdan faxrlanaman. Inson bajarayotgan ishidan zavq olib unga qalbini baxshida etsagina, sadoqat bilan qilingan mehnati yuzaga chiqadi. Sanobar Abduvaliyeva ham kamtarligi, halolligi va fidoyiligi ortidan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni arafasida davlatimiz rahbarining farmoni bilan shuhrat medaliga munosib ko'rildi. Bizning bosh energetik bo'linmasida kompressor qurilmasi mashinisti Sanobar Abduvaliyeva yuksak davlat mukofotiga sazovor bo'ldi. Bu nafaqat bizning Ko'chbuloq koni, balki butun kombinat uchun quvonchli voqea. Sanobar Abduvaliyeva mehnat jamoasida o'zining intizomi, mas'uliyatligi, ishga sidqi dildan yondashishi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunda o'zining uzoq yillik tajribasini yosh xodimlarga o'rgatib kelmoqda. Kuni kecha Angren kon boshqarmasida davlat mukofoti bilan taqdirlangan Ko'chbuloq koni mashinisti ishtirokida tantanali marosim bo'lib o'tdi. Unda OKMK xodimlari kasab uyushmasi kengashi raisi Abdurashid Haydarov shuhrat medali sohibasiga O'zbekiston Respublikasi tog'-kon sanoati va geologiya vaziri Bobur Islomov hamda OKMK boshqaruv raisi Abdulla Xursanovning tabriklarini yetkazib, esdalik sovg'alarini topshirdi. Kichik mehnatlarimga berilgan katta e'tiborni, e'tirofdan juda ham hayajondaman. Davlat rahbarimizning shaxsan o'z qo'llaridan mukofotni olish juda ham hayajonli bo'ldi. Davlat rahbarimizga, qolaversa mana shu rahbariyatga kattadan katta o'zimning rahmatlarimni aytib qolaman. Barcha hamkasblarimga shunday mukofotlarga erishishini tilab qolaman. Yuzidagi nim tabassum ortida kuchli shijoat yashiringan qahramonimiz Sanobar Abduvaliyevaga topshirilgan shuhrat medali kombinatda faoliyat yuritayotgan 8000 ga yaqin ayollar mehnatining e'tirofidir.